Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Shvetsariyaga xush kelibsiz. Mana 24 soatlik o'tib Shvetsariyaga mana tamojidan o'tdik. Hozir Shvetsariyaga kirdik. Ketdik dalcha probkada. Alp tog'lariga shu aralavarlab, shu naryoqda Alp tog'lari, o'sha yoqqa yaqinlashyapmiz. Где-то 100 kilometrlar bor ya, 150 kilometr oldin tog'largacha, Alp tog'larigacha. Ketdik ola. Shvetsariyaning politsiyasi degan tomonda. Gruzovoylarni kontrol qiladigan plashetka bor ekan, обязательно kirib o'tish kerak ekan. Ha, o'sha yerga kirib o'tamiz. Hozircha ketdik. Ana shu kalyoga domkrat kerak bo'ldi. Bo'lgan ekan, hozir to'xtab domkrat berdim. O'ziniki maydigan domkrat. Keyin kim aytdi Yevropada amerikanskiy tegashlar yo'q deb? Mana traklar yuribdi. Mana sizga. Ketdik dashimiz. Shvetsariyadamiz. Buloq suvlaridan olsak, tog'ni bo'yida, ko'lni bo'yidagi uylar qaranglar. Maza. Mana buni uyini qaranglar. Ana Shvetsariyadagi dachacha. Hech kim yashamas ekan. Shu yoqqa borib tunnelga kirib ketamiz. Ketdik bu yoqqa, tog'damiz tunneldan ketamiz. Juda ko'p krasotani tunnelda o'tkazib yubordik. Tunnelda ketyapmiz. Zerikib ketdik. Mana tunneldan chiqdik. Mayda tog'lar endi. Tunnel akras Alp tog'larini tagidan o'tib ketgan ekanda. Endi hozir ham yonimizda shunaqa tog'lar bor deb ko'rsatyapti navigatorda. Ko'rib boraylikchi. Sal qoldi mana shu tekshiruv plashatkani o'tib ketishimga, keyin znakni ko'rib qolib, endi uzoqdan ko'rdim, bu xayol bilan ketayotgan ekanmiz-da. Kirib, boyagi Vesovoydan o'tirib, kontroldan, mana bu yerdan kontroldan o'tib, keyin chiqib ketish kerak ekanda aylanib. Tranzit to'g'riga. Налево. Через 600 метров поверните направо, потом поверните налево. Через 400 метров поверните направо, потом поверните направо. Mana bu yoqdan kelayotganingizda majbur kirib o'tar ekansiz deb bergan. Lugano Gotthard tomonga qarab ketamiz. Mana bu yerdan ketganda majbur kirasiz.
Yana qaytib trassaga tushasiz. Mana bu yoqqa. Uchibga o'tib ketish ham mumkin. Продолжайте ехать по дороге O, 27 most balandku. Lekin znakda turibdi, грузовой запрещен. Past o'ngga kirib o'tdi. Ana shuni xayol bilan kelyapman. Menga 70 kilometrdan keyin deydi-da. Yana bir 27 kilometr qoldi deb kelyapman. Shuna qarasam o'sha znak turibdi, грузовойlar ikkitasi zapirit, o'ngga ketinglar. Xullas ketdik. Kelib Tarozdan o'tib chiqib qaytdik mana. Dalish ketamiz. Yana chap tomonda bor ekan 60 kilometrlardan keyin. Bunga ham kirsak kerak. Bo'ldi. Shuna bir uzun tunneldan chiqdik hozir. Shu mazalarim qochib qoldi. Bir narsalar bosib ushlab turganda ketyapmiz tunnelda. Bilmayman, necha kilometr endi bu? Ancha kilometr bor ana. Shu Alp tog'larini teshib bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketdik-da. Necha kilometr bilmayman, internetdan ko'rib keyin aytaman. Ko'lchani ustidan o'tib ketyapmiz. Mana bu tomonimizda o'sha maydagina qishloqcha qolyapti. Toqqa qarab chiqib ketyapmiz. Maserrattilar deyapti-ku bular. Короче, Germaniyadan Shvetsariyaga kirishda mana bunaqangi TDV qildirasiz. O'sha firma o'shani qilib bu bilan tranzit kirib kelasiz va Shvetsariyadan chiqishda mana bunaqa narsa to'ldirasiz. Qizil pasportning dalillari bor. Mana shunaqa qizil narsa to'ldirasiz granitsada. 4 nusxa bo'ladi SMRday. 2 nusxasini olib qoladi. Bittasini Italiya, bittasini Shvetsariya. Ikkalasi bu darvozadan chiqishga. Shunaqa ekan, keyin dars ketamiz, hozir Italiyaga chiqib ketamiz. Italiyaga xush kelibsiz. Milandamiz. Milandan o'tib Venetsiya tomon chiqib ketamiz. Italiyaga ham kirib keldik. Milanda объездная aylanib o'tyapmiz. İtalyanslarning yerlari. Chiroyli qilib qo'yibdi, bir narsalar ekadi. Qishdayam, boshqada ham ko'kalab zo'r berdi. Mana ikki tomonni ham ochib tushirdik. Shu ikki tarafni ochish bardagida ko'pda shuni. Endi mana hali mana shunchasini yig'ib chiqdim. Hozirroq qoldi, keyin taxtalar. Hamma remunda o'tasan-da yerga. Qaytadan yana terib chiqasan. Mana Italiyada hozir ortishga keldik. Registratsiya qildirdik. Bo'ldi, hozir kir taroziga deyapti. Kiramiz mana shu orqasidan. Tak, mana bu yerda tarozisi bor. Tarozisiga turasan dedi. Mana tarozidan o'tib kirdim. Ofisga kirdim, qog'oz berdi mana yerda A2 degan joyga. A2 ga ketasan, aylanasan, razvorot qilib olib, shaqqarab ketasan dedi. Yaxshi, rahmat, thank-you dedim-da, ketdik mana endi ortishga qarab. Mana akalar, mana shunday ko'rsatilgan bu tomon mana S'lar, bu tomonga mana A1, A2. Mana shaqqarab adashmaysiz, короче. Mana A2 ni ham topdik. Mana u polyak turibdi. Zo'r o'rishga gapiradi. Ketdi shega qo'yamiz biz. Mana shunaqa upakovka qilingan, karton qog'oz ichida upakovka qilingan rulon qog'oz. Mana o'rtasida cho'kib ketasan-da. Chekkasida yuribman, emaglab. Qattiqroq bo'lsin, chekkasi ham buklanib ketyapti. Bunga lekin uголок qo'yib bog'lab chiqish kerak. Mana shunday. Narvon so'rasang hech kim bermaydi. Hammani o'zida bo'lish kerak deyapti. Mana shunaqa odam bo'yidan baland. Qo'ldan deb ko'tarib ko'rsataman.
Mana shunaqangi upakovkada. Ko'rayotgan bo'lsak, hali tortganim yo'q. Mana bu bo'sh turibdi. Hali endi tortib boshladim, buklanib ketyapti-da mana bu karton. Politsiyasiga tushuntirib beringchi, mana shu karton mягкий, buni tortib bo'lmaydi deb. Mana uni qarang, kartonni buklanib kirib ketishini. Mana shu gruzin og'irlik. Mana shu karton rulon ichida plastiklar bor, plastik rulon. Plastik rulonlari bor. Har xil shaklda qilgan. O'shani karton bilan o'ragan. Endi buni bu sachrab ketsa to'kiladi-da hammasi plastik. 25 tonna mana shu. Bu qanday tortdim? Hozir mana kartonni o'zini torta olmayapman. Shunday sal qilaman, mana bu bo'sh, shu bo'sh. Shu bo'shalyapti. Karton buklanib ketyapti. Nomiga shunday qo'yamiz endi. Rimenda. Короче, menejer aytayapti, dispetcher. Upakovka pofik, gruzda ushlash kerak deyapti. Bo'ldi, mana sal tortdim, endi otni kuchidan emas, shunday tortib chiqdim. Upakovka baland qismi buklanib turibdi. Borgandan keyin upakovka buzilibdi demasa bo'ldi. Glavni so'rash kerak menejerdan bo'ldi. Gruzchikda o'zi bilmas ekan nimaligini. So'rovdim, plastik bor ichida har xil shaklda dedi. Endi italyan bir baloq tushuntirdi. Endi hozir so'rasam, anosidan boshqa kattarog'idan bu granula deydi, ichida deydi. Shuning upakovka qaramaymiz, tortaveramiz. Qaytishda ham через Shveysariya qaytyapmiz. Mana oldimizda Alp tog'lari. Dahshat ko'rinish. Mana o'sha katta tunnelga yaqinlashyapmiz. Hozirroq qoldi. Mana boshlandi. 80 tezlik, distansiya 150 metr. Yana gazni bosamiz 80 ga chiqarish. Endi mana shunaqa yuraveramiz. 17 kilometrmi shunaqa ekan. Tashqari sovuq. Tunnelda ichi 27 gradus hozircha. 27 gradus. Manakalar kecha shu Italiyadan Gruzda ortib chiqdik. Abitdan keyin ortib berdi unda ham, undan keyin chiqib Grenitsagacha keldik, necha 100 kilometr. Dokument qildik, Shveysariyadan o'tdik. Tamojniga zo'rg'a o'sib qildik. Soat 10 da yopiladi, 9:45 da keldim. Ochilib talpa chopa-chop. Bir amallab shu 2 minut qolganda Shveysariyadan chiqib oldik-da. Chiqib olib, Fransiyada ham bir 200 kilometrcha yurib, 150 2 soat yurdim-da. 150 kilometrcha yurib, bir amallab boyaga parkovkalarga kiraverib, oxiri bir joydan bir amallab joy topib damda oldik. Mana hozir yana ketyapmiz dalsha. Anonga tushiradigan tomonga qarab. Mana keldik Fransiya tushiradigan joyga, zapret joylar bor ekan. Tranzit mas deb kirdik. Har doimgidek mana. Mashina nomeri, ref nomer from Italia. Italiyadan. Keyin qaysi firmadan? Italiyadan qaysi firmadan olib keldingiz? O'shani olib borasiz, hech narsa gapirishar emasda. Просто banjo deysiz. Keyin shu two side open dedi, ikki tomonga ham ochdi. Ha, plaslar dedim. Orqadan ortibdi-da u. Ha, ketdik endi qo'yamiz. Mana ochdik, olib bir tomonni tushirdik. Har tomonda
Remellarni olib chiqyapman. Mana shuni havasini yig'ishtirib yana taxlab chiqishimiz kerak. Ortishdi faqat orqadan ortardi. Tak mana Germaniyadan ortishga keldik. Ekranida mana bunaqa lanka berdi. Hamma tilda bor. Rus tili bilan, ana o'zbek tilida yo'q ekan. Ukrainskiy tilda berdi. Ichkarida ukrainalik qiz o'tirgan ekan ofisda. Endi angliskidan ko'ra ukrainchani yaxshi tushunamiz-da. Shuning uchun endi 8-pandusga deymiz hozir. Короче, o'zingiz ortarkansiz, mana bu yerga ikkita palet qo'yasizda, boshiga uchta palet tikka qilib qo'yib, rim bilan bog'laydigan qilib qo'yasizda, keyin o'rtasi mana bunaqa narsa bilan. Mana shunaqa bo'ldi. To'liq uchtadan bosdik. Mana oldi. Mana shunday ikkita rim tortish kerak ekan. Mana orqa tomoni. Paletni qo'yib, 3 ta paletni qo'yib tortarkanmiz. Unimizga yoqmadi, uzoqroqdan bog'ladi. Mana shunaqa qilib Fransiyani podyomlarida o'rmalyapmiz hozir. O'rmalyapmiz. Ortib oldik boya, soat kechqurun 7 da ortib bo'ldik. Ketyapmiz hozir. Parijda aylanib o'tyapmizmi? Samolyot qo'nayotgan ekan, o'tib ketdik. Tak Parijda aylanib o'tib ketyapmiz. Probkasida turdik 1,5 soatlar qalpatsiya qilib. Endi yana aylanyapmiz Olabiyesni ayda. Har doimgidek mana Fransiyani ichida mana shunday yuramiz. Foralar chiqayotgan joyga chiqib borishimiz kerak. Yana 140 kilometr qoldi. Mana shunaqa yo'l. Tushiradigan joyga. Mana shu yerdan o'ngga burilishimiz kerak. Fransiya. Parijda o'tdik, mana Fransiya. Yashil yondi, mana u bizga kirib kelyapti. Поверните направо. Strishkaga chiqib burilamiz. Katta ko'cha. Bu shahardan chiqib olsa, keyingi shahar yana mayda ana shunday boshlanaveradi. Короче, bu keyingi qishloq. Qishloq eganda, analar qarang. Kimdir devoriga urib ketgan qarsillab. И продолжайте езду по трассе И-13. Mana shu trassadan yurishimiz kerak-da biz. Yo'q, bizga marshrut mana shunday. Ketamiz mana shunday qilib qishloq aralab. Yana soat 11 da uchirish bor deydi. Soat 11 da 14, ya'ni 100 kilometr bor oldimizda. Biz qishloq teramiz mana shunday qilib. Mana magazinga keldik. Baliqxo'rlik qilishga. Mana oppoq balarmi ekan. Triklari. Короче, biznes centerda hamma joy manalarga, shaharlarga aylanib Mana buni qaranglar, bunchagina joyga nechanchi yillar qandaylar o'tlar bo'lgan, nimadir mevalar o'shani
to'rt burchak qilib mana bu yerga buni setga qo'ymagan ekan. Odamlar tepkilab tashlamasin deb. Itlar tepkilamaydi. Bir narsalar mana shunday istoriyasini, tarixini qo'yib qo'yibdi. Dahshat qo'yal. Ketdi, endi mashinaga qaytaylik. Mana tushirishdamiz. Mana bu katta roxilni oldik. Birdan 4 ta paletni olar ekan. Boshladik tushirishni. Tak mana tushirib bo'ldik. Endi ofisga boringlar deyapti. Nechanchi pandusda ofisi bo'lardi. Boraylikchi. Akalar, hozir yana suv ortib oldik. Fransiyani ichidan Fransiyaga 27 tonna ekan, 12.8, 12.9 bo'lyapti. Hech qisi yo'q. По-другому hech ortib bo'lmaydi, 32 palet. Ketdik. Jarayonni ololmadim, sababi mana ko'ryapsizlar, jalla quyib yotibdi. Shuning uchun ortib oldik hozir, endi chiqdik. Shu nasionalkadan ketaveramiz, круговое движение. Mana hozir yana 900 metrdan keyin круговое движение. метров на кольцевой развязке используйте второй выезд. Fermerlarning yerlari вообще dahshat. 957. Fermerda shiyponi, dala shiyponi. Uyi ham dala shiyponi ham. Yo'q. Mana endi trotuar yoki velodorojka shunday bo'lsa kerak. Yo'q. Tak akalar, mana tushiradigan joyga bir 40 kilometrcha yetmay to'xtadik. Sarakapyatkaga tashqari yonyapti. Makonmi? Короче, Lyonga yaqin joyda. Kelib to'xtadim. Yonimga kelib Brexit to'xtaganini qarang endi. Biz kartani chiqarganimga 2 soat bo'ldi. Bu rif litovskiy ekan, o'zimizniki ekan, so'kmaylik mayli. Mayli akalar, sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik, Allohga omonat sizlar. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar, duo qilib turasizlar.